Assalomu alaykum. Navbatda komplet mebelimizni o'rnatib berdik. Toza stilda. Mebelimizda burilgan 5 uyga olib keldik. Shkafi 3,5 metrga tayyorlangan, zakazmi, dualdan dualgacha. Trimani dövraklarında sütleri yanadı. Keyin bu yoqda spalnisi. Spalnilarni zaryadga qo'yadigan joylardan bor. Pul sotildi. Boshqalari koja qo'yilgan. Yuvib siyirib orqaga o'ng'aylab bo'ladi. Ikki chetini suytlarni qo'yib berganmiz, senaton qilib. Bu yoqdan sensorli bo'ladi. Tilarni tortmagan qo'yib berganmiz. İçlari vishilkalari bor. Bu yoq muzishkoy, bu yoqda uzun kiyimlarga. Trimasi. Bellardan sütlar yanadı.